Hammaga salom. Sizlar bilan mangi bu yerda Crafter kanali. Bo'lib turganingizdek, bugun biz Minecraft o'ynaymiz. O'zim ozgina rivojlanib qo'ygan zalim bor. Serverim deyish. Shunda yanada rivojlanib o'ynaymiz. Sizlar bilan qiziq bo'ladi deb umiddaman. Ana bu o'ynamqa. Like va abonangizdan chiqmasin, kommentariyalarga o'z fikringizni yozib qoldiring. Do'stlar, iltimos 100 ta bo'laylik. Atiga 29 ta obunachi qoldi. 100 ta bo'lishimizga obuna bo'linglar. Biz birinchi kum olishimiz kerak. Oynamizning bittasi yo'q. Bir kira yasagan deymi? Bir kira yo'q ekan. To'lib ketibdi. Endi bunga bularni qo'yib qo'yamiz. Keraksiz narsalarni. Bir kurak yasaymiz. Bir kurak. Bu yerga bitta va ikkita yasayoramiz. Bitta kum olib kelamiz. Bitta kum. Kum kerak bizga. Bitta kum yeter. Oyna kerakdi. Baklaymiz. Yo'q, creeper do'stlar. Uyim yonida portlama, iltimos. Iltimos, uyim yonida portlama. Yo'q. O'ldimmi deyman? O'lmabman. Oy, iskelet. Bu yerdan chiqishga yordam beradigan blok. Hozir taxta. O'ylaymiz. Atgancha bir kurakimiz bor-ku. Va chiqamiz taxtalar bilan. Taxta bilan chiqamiz. Endi creeper qani? Voy, creeper. Ana, böyle. Creeper. Otur. Kalkanımız var. Yaxshi. Canımızı saqlab qoldik. Kalkanımni canım qancha qolibdi? Hozir ko'raman. Ozgina qolibdi kalkanimni canım. Full set. Go'sht bermangga ha. Ketdi. Bizlarda ovqat to'lib, toshib yotibdi. Rediskalarni olib olamiz. Bu yerda ham rediskalar. Yo'q, yana ichim to'ldimi? Keraksiz narsalarimni tashlab yuboraman. Qayerga? Albatta suvga. Suvga bor. Ana suv tashlab yuboramiz. Zombi go'shti nimaga kerak menga? Shunga kerak menga. O'stirgich uchun. Hamda kuchuk boqib olsam, shunga yetiraman. Bitta shu ekan. Keraksiz narsa. Mayli, buni ham tashlab yuboramiz. Uyga boraylikmi? ikkita olmosimiz ham bor bizni.
temirchi uydan chiqqan ketmonlar. Endi bularni olamiz va qayta ekamiz. 11 ta rediska chiqibdi. Yaxshi, bu degani yaxshi. Do'stlar, bu degani yaxshi. Do'stlar, ekib bo'ldim. Hamma ishimni ochib kelibman. Sizlar bilan Minecraftda bir kun yashaymizda ilk qismlarga bo'lib boramiz. Ana singlimda ham bo'lganmiz. O'rtog'imda ham bo'lganmiz qismlarga. Jasurbek o'rtog'im, Parizod singlim. Parizod singlim bilan ikkinchi qismini olgandik-mi? Kommentariyaga yozaringlar, meni esimda yo'q. Chunki kechirasizlar, men 2 oymi, 1 oymi, 3 oymi bo'ldi kanalga video qo'ymayman. Chunki nima deydi? Kanallarga reja to'g'ri kelmayapti-da. Boshimga reja kelmayapti. Mod yuklab bilaman. Lekin qanaqa modni yuklashimni bilmayapman-da do'stlar. Shuning uchun kommentariyaga yozaringlar, keyingi video qanaqa bo'lishi. Shunda bir haftada 2 ta video chiqarib turaman. Boshimga g'oya kelmasa, oylab video chiqara olmasligim mumkin. Shuning uchun uzrasizlar. 3 oy, 2 oy, 1 oy bo'ldi video qo'ymaganimga. Va uyga kiramiz. O'sha ham patyapti, bu degan video ham tugayapti. Hali erta lekin. Muzlar erganda olamiz. Muzlarni blok yasashimiz kerak endi bu muzlardan. Muzlardan blok yasasa bo'ladimi ekan? Yomon eshik ham bor ekan. Muzlarda har balo bor. Chunki bu 21-versiya. Bu yerlarga qo'yib chiqamiz va yana bitta blok. Tarbiyaga yana bitta blokka. Yetmadi-ku. Amal. Eshikka savaramiz. 3 ta eshikmi? Yo'q, sig'maydi. To'xtay lazım. Bizlar shu yerda tursa. Уже kech ham bo'ldi. Kesak, qanaqa blokka kessam ekan. Bungami? Kesamiz bunga. Mayli, hammasi shunga kesamiz. Missiya bajarildi hamda. Va uxlaymiz va video tugadi do'stlar. Hali turib olay, keyin video tugaydi. Sizlar bilan zamangi berdi. Crafter bo'ldi va hammaga xayr. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. 29 ta obunachi kelsin va 100 ta bo'laylik. Va shunda bir haftada 2 ta emas, 3 ta yoki 4 ta video chiqadi do'stlar. Va 200 ta ham yetishimiz kerak biz. Kommentariyalarga aytgandek, keyingi video qanaqa bo'lishini yozib qoldiring va hammaga xayr. Bugungi video tugadi.